Do'stlar, YouTube'dagi yaxshi kino kanalimizda ham ajoyib kinolarni qo'yib boryapmiz. Kanalimizga silkani kommentlardan topasiz. Biz esa boshladik. 1933-yil. Amerika buyuk iqtisodiy inqiroz botqog'ida. Odamlar teatrga tushish tugul, nonga pul topolmayotgan vaqt. Aktrisamiz Endi Ru ham ochlikdan o'lmaslik uchun shoshilinch ravishda yangi ish qidirishga majbur bo'ladi. Shu payt shaharning narigi chekkasida kino rejissyor Karl Denham investorlarga o'zining dahshatli loyihasini pullash bilan band. Karl qo'lidagi xaritani ko'rsatib, odam qadami tegmagan sirli orol borligini va o'sha yerda kino olmoqchiligini aytadi. Investorlar esa u xonadan chiqishi bilan bu ahmoqona loyihani yopinglar deya hukm chiqarishadi. Lekin Karl ahmoq emas. Eshik ortida hammasini eshitib turadi-da, rasmiy taqiq qog'ozi qo'liga tegmasdan oldin guruhini yig'ib, portga qarab juftakni rostlaydi. Lekin yo'lda eng katta muammo chiqadi. Filmning bosh qahramoni bo'lgan aktrisa bu tavakkal loyihadan qo'rqib qochib ketgan edi. Rejissyorimiz ko'chaning narigi yuzida sarg'ish sochli Enni ko'rib qoladi-yu, ichki instinkti signal beradi. "Oh, mana o'sha tekinxo'r qahramon", deydi u. Karl Enning ortidan yugurib borib, uni tekin tushlik bilan siylaydi. Och qolgan aktrisani ko'ndirishning eng sinalgan yo'li shu. En tekin ovqatni yeb turganida, Karl unga koinot darajasidagi rejalarni aytib, bosh rolni taklif qiladi. Qiz rad etmoqchi bo'ladi-yu. Lekin ssenariyni o'zi yashirincha yaxshi ko'radigan mashhur yozuvchi Jack Driscoll yozayotganini bilgach, jamoaga qo'shilishga darhol rozi bo'ladi. Keyinchalik bu juftlik portga yetib kelganda, politsiya ularni hibsga olish uchun yo'lga chiqqanini bilib, butun guruh sarguzash sari dumlarni tugib qochadi. Politsiyachilar yetib kelganda esa kema qirg'oqdan allaqachon uzoqlashib bo'lgandi. Kemada joy yetishmagani sababli sho'rlik ssenarist Jack yovvoyi hayvonlar qafas saqlanadigan omborda yashashga majbur bo'ladi. Mashhur aktyor Bruce ham filmda Enning romantik sherigi rolini o'ynash uchun shu kemada edi. Ertasi kuni En jamoa bilan tanishishga chiqadi va nihoyat ssenarist Jack bilan yuzma-yuz uchrashadi. Shu kuni tunda keksa dengizchi rejissyor Karlni bosh suyagi oroli haqida ogohlantiradi. Agar jamoangni u yerga boshlasang, birorta ham tirik jon qaytmaydi. Biroq ko'zini shon-shuhrat va pul ko'r qilgan Karl buni e'tiborsiz qoldiradi. Chunki u uchun o'z kinosidan muhimroq narsa yo'q edi. Okean o'rtasida adashgan kema quyuq tuman bag'riga kirib, ulkan qoyaga uriladi. Kema toshlarga o'tirib qolguncha, ekipaj jon achchig'ida qochishga urinadi. Hamma dahshatda. Faqat bizning tentak rejissyor Karl orolni topganidan xursand, og'zi quloqida yuribdi. Kemaning tagi elakday teshilib ketganiga qaramay, Karl fursatni boy bermay, suratga olish guruhini olib, orol tomon eshak eshib ketadi. Qirg'oqda ularni son sanoqsiz odam bosh suyaklari qarshi oladi. Karl esa qo'rqish o'rniga har bir suyakni zavq bilan kamerasiga muhrlaydi. Bir necha soat yurgach, ular yovvoyi qabila yashaydigan xarobazorga duch kelishadi. To'satdan Karl mahalliy qizchani ko'rib qolib, unga shokolad beradi. Zamonaviy shirinlikni bilmaydigan qizcha qo'rqqanidan Karlning qo'lini tishlab oladi-da, o'zining basharasi bilan odamni infarkt qiladigan qo'rqinchli kampirning bag'riga yuguradi. Shu lahzada rejissyor ko'zini ochib qarasa, atrofida ularga qarab tamshanib turgan yovvoyi qabila a'zolarini ko'radi. Birinchi fojia o'zini ko'p kuttirmaydi. Guruh a'zolaridan birining ko'kragiga nayza sanchilib, u o'sha yerning o'zida omonatini topshiradi. Mehmonlarni butkul yo'q qilmoqchi bo'lgan yovvoyilar jamoani qurshovga oladi. Jack qizni himoya qilishga kirishadi, lekin bu oson emas. Baxtga ko'ra kapitan o'z yigitlari va avtomat miltiqlar bilan yetib kelib, yovvoyilarga o't ochgach dushman chekinadi. Ekipaj tezda kemaga qaytib, yukni yengillatish uchun barcha ortiqcha narsalarni dengizga uloqtira boshlaydi. Lekin yovvoyilar taslim bo'lishmaganda. Ular qorong'ulikdan foydalanib kemaga yashirincha bostirib kirishadi va o'zlarining maxfiy marosimlari uchun qizni o'g'irlab ketishadi. Sevgisi boshiga yeta boshlagan yozuvchimiz Jack bu mash'um xabarni hammaga yetkazgach, erkaklar tezkor qutqaruv guruhiga aylanib, ortga qaytishga majbur bo'lishadi. Bu vaqtda esa En yovvoyilarning mutlaq qiroli ulkan maymun Konga jonli tushlik sifatida taqdim etilishi uchun bog'langan edi. Dengizchilar o'q-dorilarni liq to'ldirib, orol sari eshkak urib kelayotgan bir paytda u yoqda marosim qizg'in pallasiga kiradi va tumanlar orasidan dahshatli bahaybat maymun paydo bo'ladi. Biroq bu gigant maymun biz kutgandek aktrisani bitta tishlab yutib yubormaydi. Qizning go'zalligiga oshiq bo'ldimi yoki boshqa sabab, uni o'zi bilan birga o'rmon bag'riga olib qochadi. Enning dahshatli qichqirig'ini eshitgan Jack va jamoa ovoz kelgan tomonga qarab chopadi.
Lekin hammadan oldin voqea joyiga o'sha tentak rejissyor Karl yetib kelgandi. U bu ulkan maxluqni ko'rib qo'rquvdan qotib qolsa ham, hali ham kinosini o'ylardi. Kamerani beringlar, tarixiy kadr olyapman, deb tasvirga olishni davom ettiradi. O'rmon ichkarida borayotgan Jek esa yerda ulkan oyoq izini ko'rib, sevgilisini qanday dahshatli maxluq o'g'irlaganini nihoyat tushunib yetadi. Shu bilan birga, Karl kinosi uchun dahshatli kadrlar qidirib, o'rmonda haqiqiy dinozavrlar podasiga duch keladi. Karl darhol filmning bosh aktyoriga: "Qani yulduzim, ana u maxluqlarga yaqinroq borchi, chiroyli kadr bo'ladi" deydi. Lekin hayoti kinodan qadrliroq bo'lgan aktyor darhol juftakni rostlaydi. Ko'p o'tmay bu ulkan dinozavrlar podasi vahimaga tushib, butun jamoani quva boshlaydi. Karl esa o'lim xavfi ostida ham kamerasini tashlashni rad etib, og'ir uskunani bag'riga bosgancha chopadi. Qocha-qoch paytida jamoaning bir qismi dinozavrlar oyoqlari ostida qolib, pashshaday ezilib ketadi. Ular jarlik yoqasiga yetib kelishganida vahimaga tushgan maxluqlar bir-birlarini bosib, yanchib tashlashadi. Endi bizning yigitlar ortlardan quvib kelayotgan och raptorlarga tushlik bo'lib ketmaslik uchun bor tezlikda qochishlari kerak edi. Bu vaqtda Kong o'z g'origa yetib kelib, qo'lidagi Enni uyg'otishga harakat qiladi. Aqlli aktrisamiz esa maxluqni chalg'itib, qochish yo'lini qidiradi. Ammo qarshisida yana o'sha bahaybat maymun paydo bo'lib, yo'lini to'sadi. Kongning jahli chiqmasligi uchun En teatr sahnasidagidek raqsga tusha boshlaydi. Har xil akrobatik tryuklar ko'rsatadi. Maymun esa buni xuddi sirk tomoshasidek miriqib tomosha qiladi. Biroq En charchab tomoshani to'xtatganida gorilla asabiylashib atrofni vayron qiladi-da, so'ng qizni o'z holiga qo'yib g'ordan chiqib ketadi. Shu bilan birga bizning qutqaruv guruhi o'rmonda tentirab yurib, ulkan maymunga duch kelishadi. Ekipaj a'zolari vahima ichida gorillaga qarata o'q yomg'irini yog'diradi. Karl esa haliyam kinosini o'ylayapti. Kamerasini ishga solib, jangni tasvirga oladi. Ammo g'azablangan Kong ular turgan ulkan g'o'lani siltab, pastdagi jarlikka qulatganida, rejissyorimiz qimmatbaho kamerasini kanyonga uchirib yuboradi. O'zi esa jon achchig'ida daraxt shoxiga osilib qoladi. Bu paytda En hamkasblarini qidirib o'rmon kezib yurganida, o'zini o'lim laganiga taklif qilingandek his qiladi. Chunki uning ortidan dastlab ulkan kaltakesaklar, keyin esa naqd uchta och tirannozavr quva boshlaydi. En naqd o'lim yoqasida turganda, kutilmaganda osmondan tushgandek Kong yetib keladi va dinozavrlarga qarata qarsillatib, zarbalar bera boshlaydi. Bu dahshatli duel lianalar va qo'yalar aro botqoqlikka ko'chadi. Uchta dahshatli yirtqichga qarshi yolg'iz o'zi jang qilayotgan Kong o'z hayotini tikib bo'lsa ham Enni himoya qiladi. Yakunda gorilla ulkan sudralib yuruvchining baquvvat jag'ini qo'llari bilan teng ikkiga bo'lib tashlab, jangga nuqta qo'yadi. Xullas, Kong o'zining qay darajada baquvvat qirol ekanligini isbotlab qo'yadi. En esa endi bemalol qochib ketishi mumkin bo'lsa-da, kutilmaganda bu bahaybat himoyachisiga ergashishga qaror qiladi. Orolning narigi chekkasida jarlikka qulagan Jek va omon qolgan jamoa o'zlariga kelishadi. Ammo ularni tinch qo'yisharmidi? Jarlik tubidan o'nlab ulkan va jirkanch hasharotlar yopirilib keladi. Jamoa tiriklayin yeb yuborilish arafasida turganda, kepada kapitan va qolgan ekipaj a'zolari paydo bo'lib, pastga o't ochishadi va ularni qutqarib olishadi. Ko'plab safdoshlardan ayrilgan jamoa tezroq bu la'nati oroldan qochishni o'ylayotgan edi. Karl esa fursatdan foydalanib, yangi biznes reja o'ylab topadi. Kongni xloroform bilan hushidan ketkazib, Nyu-Yorkka olib ketish va millionlarga pullash. Bu maxfiy rejadan bexabar bo'lgan oshiq dramaturgimiz Jek esa Enni qutqarish uchun Kongning g'origa oyoq uchida kirib boradi. U yerda En va bahaybat maymun yonma-yon xotirjam uxlab yotishardi. Jek qizni olib qochayotganda Kong uyg'onib ketadi. Biroq kutilmaganda g'orga ulkan ko'rshapalaklar to'dasi yopishib, gorillani chalg'itadi. Vaziyatdan foydalangan Jek va En uchib o'tayotgan ko'rshapalaklardan birining oyog'iga yopishgancha pastga sho'ng'ishadi. Xullas, ssenaristimiz tarzanlik qilishni ham o'rniga qo'yadi. O'z ma'budasini yo'qotganidan telbaga aylangan Kong esa butun o'rmonni vayron qilib ularning ortidan tushadi. Er-xotin qirg'oq ko'prigiga yetib kelib, eson-omon ekipaj safiga qo'shilishadi. Ochko'z rejissyor Karl esa tuzoqni tayyorlab, gorillaning qirg'oqqa yetib kelishini intizorlik bilan kuta boshlaydi. Biroq En qirg'oqdagi tuzoqlarni ko'rib, Karlning asl yovuz maqsadini darhol tushunadi. Shu payt sevgilisini qaytarib olish uchun vajohat bilan kirib kelgan Kong pistirmaga uchraydi va ustiga ulkan po'lat to'rlar tashlanadi. Jek va En maymunni qo'yib yuborishni talab qilib qanchalik baqirishmasin, allaqachon kech edi.
Dori ta'sirida bo'lsa-da, Kong bor kuchini to'plab, po'lat to'rlarni uzib yuboradi va plyajgacha jamoani quvib boradi. Vaziyat o'ta jiddiy tus olgach, Karl fursatdan foydalanib, maymunning to'g'ri yuziga ulkan shisha idishdagi xloroformni otib uradi va bosh suyagi orolining qiroli qirg'oqqa qulaydi. Oradan bir necha hafta o'tadi. Nyu-York markazida dunyoning 8-mo'jizasi bo'lmish King Kong shousi e'lon qilinadi. Minglab odamlar bu bahaybat gorillani ko'rish uchun to'planishadi. Rejissyor Karl o'ziga millionlab dollar daromad keltirgan loyihani dabdaba bilan taqdim etadi. Jek ham tomoshabinlar orasida g'amgin o'tiribdi. Chunki o'sha mash'um oroldan qaytishgach, sodir bo'lgan voqealar uchun Karlni ham, Jekni ham aslo kechirmagan va guruhdan butkul ketgan edi. Dabdabali musiqa ostida pardalar ochilganda, hamma sahnada ulkan po'lat zanjirlarga bog'langan Kongni ko'radi. Bir paytlar o'z o'rmonida mutloq qirol bo'lgan hayvon, mana endi Karlning pul keltiradigan qo'g'irchog'iga aylanib turibdi. Karl tomoshabinlarga o'zining qo'rqoq aktyorini ayolni qutqargan haqiqiy qahramon sifatida tanishtiradi. Jekning haqiqiy jasorati esa tarix qatiga ko'milib ketadi. Shouning eng hayajonli pallasi. Aktrisa gorillaga qurbonlik qilinish sahnasi boshlanadi. Ammo sahnaga chiqqan qiz haqiqiy emas edi. Chunki haqiqiy aktrisamiz bu jirkanch spektaklda qatnashishdan bosh tortib, Karl taklif qilgan barcha pullarni uning yuziga otib ketgan edi. Sahnada zanjirlangan Kong qarshisidagi qiz o'zining yaqin do'sti emas, balki boshqa ayol ekanligini anglagach, g'azab otiga minadi. Shu payt jurnalistlarning fotoapparat fleshkalari tinimsiz chaqnashni boshlagach, maymun battar vahshiyga aylanadi. Buni shouning maxsus effekti deb o'ylagan tomoshabinlar avvaliga qarsak chalishadi. Ammo Kong ulkan zanjirlarni xuddi ipday uzib yuborgach, zalda haqiqiy qiyomat boshlanadi. Kong soxta aktrisani chetga uloqtirib, tomoshabinlar orasidagi Jekni payqab qoladi va uni hamma narsada aybdor deb bilib, ortidan tushadi. Teatr binosini tark etgach, Kong Nyu-York ko'chalarida dahshatli xaos keltirib chiqaradi. Tramvay va mashinalarni xuddi o'yinchoqday pachoqlab tashlaydi. Maymunning butun dardi enni topish edi. U ko'chada duch kelgan har bir sarg'ish sochli ayolni qo'liga olib, yuziga tikiladi va "Siz o'shamu?" deb so'raydi. Ammo qidirgani topilmagach, ularni chetga uloqtiraveradi. Shaharda nimalar bo'layotganini eshitgan haqiqiy esa baqir-chaqir kelayotgan tomonga qarab yuguradi. Bu paytda Jek maymunni chalg'itish uchun o'z mashinasini o'lja qilib ko'rsatadi. Kong uzoq quvlovdan keyin uning mashinasini yakson qilib, Jekni hushidan ketkazadi. Aynan shu soniyalarda yetib keladi va uni ko'rgan bahaybat gorilla birdan tinchlanadi. Maxluq suyukli ayolini ohista qo'llariga oladi-da, markaziy parkdagi muzlagan ko'l ustiga keladi. Sohib Jamol va maxluq oy yog'dusi ostida, muz ustida xuddi bolalardek birga uchib, vaqtichog'lik qilishadi. Afsuski, bu baxtli lahzalar harbiylarning bombardimon boshlashi bilan yakun topadi. Cho'chib ketgan hayvon tinimsiz otilayotgan o'qlardan qochish va enni asrash uchun baland binolarga tirmasha boshlaydi va nihoyat Empire State binosining eng cho'qqisiga ko'tariladi. Biroq harbiy samolyotlar g'o'ngillab yaqinlashib, hayvonga qarata pulemyotlardan tinimsiz o'q uza boshlaydi. Kong asosiy zarbani o'ziga olish uchun qizni xavfsiz joyga qo'yib, o'zi minoraning eng yuqorisiga chiqadi. Esa o'qlar yomg'iri ostida bo'lsa ham, uning ortidan yuqoriga tirmashadi. Bu paytda pastga yetib kelgan Jek ham soqchilarni yiqitib, binoning eng tepasiga yuguradi. Tepada esa birdan sirpanib ketadi. Qiz yuzlab metr balandlikdan pastga yiqilayotganda, Kong o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, uni havoning o'zida tutib qoladi va xavfsiz xonachaga joylashtiradi. Shu lahzada samolyotlarning dahshatli hujumi yangi kuch bilan davom etadi. Tanasi ilma teshik bo'lgan gorilla o'z umri tugayotganini his qiladi. Samolyotlar qarshisiga chiqib, uchuvchilarga hujumni to'xtatishni so'rab baqiradi. Afsuski, allaqachon kech edi. Kong o'zining sodiq do'sti Enning ko'zlariga so'nggi bor termilib xayrlashgach, balandlikdan pastga, Nyu-York ko'chalariga qulaydi. Ko'p o'tmay tepaga chiqib kelgan Jek yig'layotgan sevgilisini bag'riga bosadi. Pastda esa butun shahar aholisi maxluqning jonsiz tanasi atrofiga to'planadi. Bu g'amgin yakunni chetdan kuzatib turgan rejissyor Karl Denham esa hayvonning murdasi qoshiga keladi. Atrofdagilar uni samolyotlar urib tushirdi deganida, Karl chuqur xo'rsinib, film tarixiga muhrlangan eng mashhur xulosasini aytadi. Yo'q, uni samolyotlar o'ldirmadi. Maxluqni
go'zal qizga bo'lgan muhabbati halok qildi.